boshqalarni holatiga qarab, boshqani kiyimiga qarab, boshqani ko'rinishiga qarab baho bermaslik kerak. Biz bilmaymiz. Hajda o'tirganimizda qop-qoragina bir odam keldi, namozga turyapmiz, umraga, hajga borganlar bilasiz, safga odam talashib ketadi. Bir odam bu yoqqa kelsa haydashyapti, bu yoqqa kelsa haydayapti, ko'rinishi juda yupun, kiygan kiyimi ham juda bir sodda, shunaqa bir odam, hokisor bir odam turibdi. Men chaqirdim, keling birga sig'ishamiz deb. Arabcha gapirdim. Qora habash arab ekanlar, keldi, birga namozda turdik. Keyin bilsam u odam dunyo bo'yicha 10 ta qiroatning eng katta sohiblaridan, ijozat sohibidan bo'lib, yetim bolalarni qori qiladigan maktabning mudiri ekan. Mahalliy gapni aytganimdan keyin butun bizni oldimizda turganlar uni ziyorat qilaman, rasmga tushaman boshlanib ketdi. Men aytdim, buni aytmaguncha bitta inson edi-ku. Qayerdan bilasiz odamni yuziga qarab? Biz kim deb o'ylagan Allohning qoshida avliyo bo'lsa nima qilamiz? Shuning uchun hech qachon odamlarni tashqi ko'rinishiga qarab baho bermaslik kerak aslida.